Bugun Ellikqal'a tumanining Saribiy ovulida yashovchi Qosimboy aka Sodullayev xonadonida katta bayram. Sababi xonadonning sevimli nevarasi Sindorbek Qosimov boks bo'yicha o'smirlar o'rtasida Qoraqalpog'iston chempioni degan sharafli nomga sazovor bo'ldi. Yosh sportchining zafari nafaqat oilasi, balki butun mahalla va qishloqdoshlarining quvonchiga aylandi. Ta'kidlash joizki, Sindorbekning bu zafari osonlik bilan qo'lga kiritilgani yo'q. 2020-yildan buyon 2-sonli bolalar va o'smirlar sport maktabi murabbiyi Bahram Egamberdiyev qo'l ostidan matonat bilan shug'ullanib kelayotgan qahramonimizning javonida hozirdanoq 14 ta medal bor. Bu 14 ta g'alaba demakdir. Ammo 2025-yilning dekabr oyida Chimboy tumanida bo'lib o'tgan Qoraqalpog'iston Respublikasi chempionati u uchun haqiqiy mahorat maktabi bo'ldi. Bu shunchaki turnir emas, balki 2009-2011-yillarda tug'ilgan eng sara charm qo'lqop ustalarini jamlagan rasmiy birinchilik edi. Nukus shahri va barcha tumanlardan kelgan 60 nafardan ortiq kuchli bokschilar orasida Sindorbek 52 kilogramm vazn toifasida tengsiz ekanini isbotladi. 27 kilogramm bo'yicha Qoraqalpog'iston chempioni Sindor Shohsupaning eng yuqori pog'onasiga ko'tarilgan sportchimiz endi O'zbekiston chempionatida ishtirok etish yo'llanmasini ham qo'lga kiritdi. Har bir chempionlik zafari ortida avvalo yurtimizda sportga bo'lgan yuksak e'tibor hamda yaqinlarning cheksiz ishonchi turadi. Sindorbekning otasi hozirda olisda bo'lsa-da, o'g'lining har bir jangini internet orqali yurak yutib kuzatib boradi. Biroq ring atrofidagi hayajonlarni eng ko'p his qilgan inson uning bobosi Qosimboy aka bo'ldi. Nevaram ringga tushganida xuddi o'zim jangga kirgandek hayajonlanaman. Televizor qarshisida duo qilib o'tiraman. Uning chempion bo'lganini eshitib ko'zimga quvonch yoshlari keldi, deydi otaxon duoga qo'l ochib. Ana Qosimboy Sindorbek nevaram yaqinda Qoraqalpog'iston Respublikasida o'smirlar o'rtasida 52 kilolik vaznda boks bo'yicha chempionatda qatnashib nufuzli birinchi o'rinni egallab keldi. Sindorbek yoshligidan 10 yoshidan beri boks bilan shug'ullanadi, o'zi qiziqishi sababli boks bilan shug'ullanib tumanimizda mana Xorazm viloyatida boks bo'yicha qatnashib tumanlar o'rtasida birinchi o'rinni olib kelgan shu vaqtgacha. Endi hozirgi kunda xudo xolasa shu boks bo'yicha Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lib o'tgan Qoraqalpog'iston bo'yicha o'smirlar o'rtasida saralashda ham birinchi o'rinni olib, endi xudo xolasa O'zbekiston Respublikasida o'smirlar o'rtasida bo'lib o'tadigan 29-yanvardan 8-fevralgacha bo'lib o'tadigan boks bo'yicha chempionatda qatnashib yo'llanma oldi. Xudo xolasa endi shu yoqda ham nufuzli o'rinlarni egallab kelishga muvaffaqiyatlar tilaymiz va bundan keyin ham xudo xolasa Osiyo o'yinlarida, jahon chempionati boks o'yinlarida nufuzli o'rinlarni egallab tumanimizga, o'sha yurtimizga nufuzli o'rinlarni egallab kelishda tilakdoshimiz. Endi Sindorbek Qosimovning oldinda yanada mas'uliyatli vazifa O'zbekiston chempionati kutmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Sport vazirligi va boks federatsiyasining diplom va medallari bilan taqdirlangan qahramonimiz endi poytaxt ringlarida Qoraqalpog'iston Respublikasi sharafini himoya qilishni niyat qilgan. Men Qosimboy Sindor, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida joylashgan 2-sonli sport maktabida mashg'ulotlar o'tib kelaman. Bu yerda bizga yaqinda yordam berayotgan Bahram aka Egamberdiyevga rahmatlarni aytib qolaman. Bundan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasi chempionati Chimboy tumanida bo'ldi. Bu yerda 52 kilogramm vazn toifasida faxrli birinchi o'rinni egalladim va Toshkentga yo'llanma oldim. E'tiborlisi Qosimboy akaning zamondosh do'stlari ham Sindorbekning chinakam muxlislariga aylanishgan. Ular bo'lajak chempionga oq yo'l tilab sovg'a salomlar va homiylik ko'magi bilan sportchini qo'llab-quvvatlashmoqda. Albatta bunday qo'llab-quvvatlash yosh sportchiga qo'shimcha kuch va mas'uliyat bag'ishlaydi. Qolaversa, Osiyo chempionati, jahon chempionatlarida O'zbekiston Respublikasining bayrog'ini yuksakka ko'tarishni maqsad qilib qo'yganman. Shunday sharoitlarni yaratib bergan yurtboshimizga rahmatlarni aytib qolaman. Biz ham yosh chempionimizga omad va oq yo'l tilaymiz. Zero duo, mehnat va e'tibor birlashgan joyda g'alabalarning sarhadi bo'lmaydi.